Bas. Muhabbatdan bog'langan go'zal bir ishda, sevgilari jo'sh urgan bir boqishda, ahdi paymon qilib jonini berishga, tashrif aylab kelin kuyov baxt qasr ichra. Assalomu alaykum xonimlar, assalomu alaykum janoblar. Demak, qarshi olamiz oqshom qahramonlari. Kelin kuyov tashrif ayladi. Guldiroz qarsaklar va to'ylar muborak sadolari bilan kelin kuyovni qarshi olamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Rahmat baxtli bo'lgan farzandlaringiz ko'p bo'lsin. Tabriklaymiz. Arzu qilgan, niyat qilgan to'ylar muborak bo'lsin. Yoshlarimiz baxtli bo'lib, farzandlari ko'p bo'lsin. Mana shu davrada niyat qilib o'tirgan har bir insonning uyida to'ylar bo'lsin. Agar qo'llaringiz bo'sh bo'lsa, shu yoshlarga bir chiroyli qarasak bo'lsin. Rahmat. O'zbekiston Davlat nihol mukofoti sovrindori, O'zbekiston Turkiya do'stlik ordeni sohibi, yurt iftixori ko'krak nishoni sovrindori, bizni faxrimiz, O'zbekistonimizni faxri, jonli ijro vakili Matnazar Ozodov. Rahmat. Omad tilimiz omad yor bo'lsin. Omon bo'ling. Men dunyoni nima qildim o'zing yorov jahonim. O'zimga bek o'zim sulton, sen taxti Sulaymonim. Yolg'izim yagonam deymi? Talpingan koshonam deymi? O'zing meni ulug'lardan ulug'imsan vatanim.
tinch elda, go'zal O'zbekistonda erkin nafas olayotgan insonlarga assalomu alaykum. 3000 yillik tarixga ega bo'lgan ming otliqlar eli Hazorasov diyorini jonkuyar va fidoi insonlarga assalomu alaykum. Bugun siz azizlar bilan 2 yoshni baxtli onlarda ming otliqlar tantanalar saroyida diydor ko'rish turibmiz. Eng avvalo yaratganga Allohga beadad shukrlar aytamiz. Bugungi kunlarga yetkazganiga shukrlar bo'lsin. Qolaversa, ming otliqlar tantanalar saroyiga O'zbekiston Respublikasini turli viloyatlardan, hududlar aro, tumanlar aro qadam rajda qilgan qadrli mehmonlarga xush kelibsizlar, qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin deymiz. Demak, oila deb atalmish muqaddas dargohga, mustaqil hayotga ilk qadamini qo'yayotgan bugungi kechamizni baxtli yoshlari, hurmatli kelin kuyovimiz Ortiqjon hamda Charosxon, baxtli saodatli bo'linglar ilohim. Ortiqjon, jufti halol suyukli yor muborak bo'lsin. Yoningizdagi sevgan yoringiz va jufti halolingiz ila bir umr birgalikda go'zal va baxtli hayot kechirish sizlarga nasib aylasin. Parvardigor baxtingizni butun aylasin ilohim. Yaqin kelajakda o'zlaringiz kabi faizli, farishtali, dini, diyonatli, odab axloqi benazir, soliha va mo'min musulmon farzandlarni ota-onasi bo'lishlaringizni Parvardigordan tilaymiz. Baxtingizga hech qachon ko'z tegmasin. O'zbekiston Respublikasida eng yosh oilalar qatorida ibratli va baxtli oila bo'lishingizga tilakdoshmiz. Ko'z tegmasin baxtingizga. Ortiqjon, to'ylar muborak bo'lsin. Baxtlimiz. Qolaversa azizlar, ushbu sulolani, Abdurimovlar sulolasini muborakbod qilamiz. Tumanda, viloyatda, respublikada o'z o'rniga ega bo'lgan, o'zlarining insonligi, halolligi, mehmondo'stligi va mehmonsevarligi ila yurtimizda, elimizda obro'y qozongan ushbu sulolaga, Abdurimovlar sulolasiga bugungi to'y va bugungi shodiyona muborak bo'lsin. Hurmat bilan Bahramboy akamizni xonadon sohibi, hurmatli insonimizni farzand to'ylari bilan muborakbod qilamiz. Nigoraxon opa ostona xattab qadam ranjida qilayotgan qiz muborak bo'lsin, kelin qutlug' bo'lsin. Parvardigorga, yaratganga duo qilingan kun bugun yetib keldi. Elimizga, xalqimizga chiroyli dasturxon yozib, xursandchiligini siz u biz bilan baham ko'rayotgan xonadon sohibalarni yana bir bora chin dildan muborakbod qilamiz. Bahramboy aka, Nigoraxon opa farzand to'ylari muborak bo'lsin. Hurmatli Otajon otamizni hamda To'xtajon onamizni alohida nabira to'ylari bilan muborakbod qilamiz. To'ylar qutlug' bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Rahmatli Rajabboy otamizni hamda Ayjon onamizni hurmat bilan esimiz. Barcha o'tganlarimizni Alloh o'zi rahmatiga olsin. Joylarini jannatdan aylasin. So'roq savollarni Parvardigorning o'zi oson qilgan bo'lsin. Azizlar, yaqinlashib kelayotgan oylarni sultoni bo'lgan Ro'zai Ramazon oyi bilan chin dildan barcha yurtdoshlarimizni, barcha musulmon xalqini samimiy muborakbod qilamiz. Bayramlar qutlug' bo'lsin, bayramlar muborak bo'lsin. Bahor yaqinlashmoqda azizlar. Barchalaringizni kelayotgan bahoriy bayramlar bilan qutlaymiz. Qolaversa, mana 8-mart bor. Barcha ayollarimizni xalqaro xotin-qizlar kuni bilan onalarimizni, ayollarimizni, opa-singillarimizni alohida erkaklar nomidan o'ptim muborakbod qilamiz. Bayramlar muborak bo'lsin aziz ayollar. Hamisha mana shunday yashnab, go'zal bo'lib, yasharib yurish nasib qilsin ilohim. Ayol bilan olam go'zal dedilar. Hamisha siz biz uchun go'zalsiz aziz ayollar. Oqshom muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin, shodiyonalar. Qolaversa 21-mart mana barcha musulmonlarning yangi yili bo'lgan Navro'zi olam bilan ham chin dildan yurtdoshlarimizni, vatandoshlarimizni samimiy muborakbod qilamiz. Bayramlar qutlug' bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Demak, ruxsatlaringiz bilan siz aziz hurmatli mehmonlar ila to'lgan kechamizni va bugungi to'y oqshomini badiiy qismini ochib berishun davramiz markaziga Mustaqillik mahallasi mahalla foyig'ini raisi hurmatli Shomurodjon akamiz Allaberganovni hurmat bilan taklif qilamiz. Chiroyli va go'zal niyatlari bilan bugungi to'y oqshomini badiiy qismini ochib berishlari uchun iltimos qilamiz. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin.
Xush kelibsiz, xush ko'rdik. Siz orqali barcha mahalladoshlarni alohida qutlaymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli aziz bugungi mana shu Ming otliqlar to'yxonasiga tashrif buyurgan, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, hurmatli mahalladoshlar. Mana bugun shu mahallamizda bir ajoyib bir sulolada, mana Abdurimovlar xonadonida bir katta to'y, katta tantana. Buning sababchilari mana bugun bir yangi hayot ostonasiga qadam qo'yayotgan mana bugun mana shu ikkala yoshimiz. Albatta bu sulola o'zimizning mahallamizda bir ajoyib bir o'zining hurmati bilan, mehnati bilan o'tgan ota-bobolarining bir odo'rayi bilan bir katta izzatda, hurmatda bo'lib kelgan bir oilalardan biridir. Mana bugun shu oilada mana quvonchli kunda hammamiz shuning bir guna quvonchli guna bir kelib o'tirgan ekanmiz. Farhadjon ukasini, Bahromboyi, Nigora kelinimizni, qizimizni, Atajonami, To'xta yengami, butun Abdurimovlar sulolasini, Ataniyozovlar sulolasini mana shu bugungi quvonchli kunlar bilan, mana shu farz to'ylari bilan shaxsan o'z nomimdan, shu yerda o'tirgan yaqin insonlar, qarindoshlar, hamma barcha insonlar nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Yana shu bugun yangi hayot ostonasiga qadam qo'yayotgan yoshlarimizga baxt tilayman. Qo'sha qarisin, yulduzi yarashsin. Elimizda, yurtimizda bir hamma hurmat qiladigan bir ajoyib bir ibratli bir hurmatga loyiq bir oilalardan bo'lsin. Ilohim shularning rohatini, baxti taxtini ko'rib, sog' salomat yurgaysizlar. Yine yuqorida aytib o'tdilar, haqiqatan bu oilaning bir ajoyib bir asoschilari bor edi. Bu Rajab akamiz, Oyimjon onamiz yine. Bularning ham ruhlari shod bo'lsin. Shu nevaralarini dilakchi, qo'ldoqchi bo'lsin ilohim. Xudo xolasa bu yana shu oilalaringizda hamma kunlaringiz yaxshi kun, to'y tomosha bo'lsin ki. Endi hurmatli aziz mehmonlar, yine yuqorida aytib o'tdilar. Haqiqatan bu to'yimiz bir ajoyib bir sanada, ajoyib bir ulug' kunlarda bir ostonasida bo'lib turibdi. Mana tez kunlarda Ramazon oyini kirib kelayotir. Bahor bayramlari yine oldimizda. Shu bayramlar bilan sizlarni ham hammangizni tabriklayman. Ilohim shu bayramlarni ko'pini ko'rib yurmak hammangizga nasib ro'z aylasin. Sizlarning ham xonadoningizda yaxshi kun, to'y tomosha bo'lsin. Shu to'ylarda borib xizmat etmak, tabriklab o'tirmak hamma insonlarga shu yerdagi nasib qilsin. Endi yana to'yimizda san'atkorlarimiz Ahmad Nazarbek ukamiz boshchilik san'atkorlar tashrif buyurgan ekan. Ukamizning ham san'atini ko'p yillardan beri hammamiz bilamiz. Ukamiz ham ijodini muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ilohim undan ham katta unvonlar olib, el xizmatida shu to'ylarda xizmat etib yurish nasib etsin ekan. Salomat bo'ling. Asa hurmatli aziz o'rtoqlar, yana Farhadjon ukamiz boshchilik Abdurimovlar sulolasi oldingizda bir to'y dasturxonlarini yoyib hammamizni hurmat qilib yana shu davraga taklif qilgan ekan. İcazat berasizlar, shu to'y davrasini men ochiqda e'lon qilaman. To'y dasturxonlarini hammangizni taklif qilaman. Yaxshi kayfiyatda shu to'yimizni o'tkazishni hammangizdan tilayman. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Shomurod akamizga alohida minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Chiroyli va go'zal niyatlar ila bugungi to'y oqshomini badiiy qismini rasman ochig'i deya e'lon qildilar. Hurmat bilan dasturxonlarga, nozik ne'matlarga marhamat. Barcha mehmonlarimizga yoqimli shaqatilimiz eslatib o'tamiz. Bayramona kayfiyat, ko'tarinki ruh hech birimizni hech qachon tark etmasin. Madaniy va ma'naviy hordiq onlari yor bo'lsin. Oqshom qahramonlari, kelin kuyovimiz hurmatli Ortiqjon hamda Charosxon baxtli saodatli bo'linglar. Mustaqil dargohga bismillah ila qo'yilayotgan qadamlar qutlug' bo'lsin. Yaratgan Alloh sizlarni solih soliha va mo'min musulmon farzandlar bilan siylasin ilohim. Eng ulug' ne'matlar bilan siylasin. Baxtlaringizga hech qachon ko'z tegmasin. Qarang, bugun Ortiqjon to'yxonamizga tashrif aylagan har bitta mehmon sizlarga baxt tilab qadam ranjida qilganlar. Keling azizlar, agar qo'llari bo'sh bo'lsa, kelin kuyovga baxt tilab bitta chiroyli guldiroz qarsaklarni yoshlarga olqishlab qo'ysak. Rahmat. Omon bo'linglar. Qarsaklar zo'r bo'lyapti. Gap yo'q, lekin ovozi kelmayapti nimagadir. Agar bilsangiz, qars ikki qo'ldan chiqadi azizlar. Ikki qo'l bilan qars chalamiz. Gursillatib. Rahmat. Qoyil bor ekansizlar. Omon bo'linglar.
salomat bo'linglar. To'y mana shunaqa bo'lishi kerak. Qarsak, chalsak, o'zimizni kayfiyatimiz eng avvalo zo'r bo'ladi inshaalloh. Xonadoningizda san'atkorlar to'ylari muborak sadolarni yangrassinlar ilohim. Ko'z tegmasin, omon bo'linglar. Xonadoningiz to'yxona bo'lsin. Yoshlarimizga baxtilab hurmat bilan o'z o'rinlaridan, taxtiravonlardan joy egallashlarini so'raymiz va oqshomni ko'tarinki kayfiyatda davom qildiramiz. Ushbu sulolani barcha vakillarni muborakbod qilamiz. Eng avvalo mana Farhodjon akamiz bor, to'yimizga bosh-qosh bo'lib o'tdilar. Oqshom muborak bo'lsin. Alohida tabrikimiz. Hurmatli Ozodjon akamizni muborakbod qilamiz. Shuhratjon akamizni tabriklaymiz. Matkarimjon akamizni muborakbod qilamiz. Bahodirjon akamizni to'ylari bilan qutlaymiz. Alloh yaraka to'ylari muborak bo'lsin. Hurmatli Miyassarjon opamizni, ammajonlarni, Xosiyatxon opamizni, Muhabbatxon ammajonlarni, Anagun ammalarni muborakbod qilamiz. Faxriddin akamizni, Surojbekni, Doyjonlarni alohida tabriklaymiz. To'ylari muborak bo'lsin. Soymaxon xolajonlarni, Nazokatxon xolalarni bugungi chiroyli shodiyona bilan chin dildan muborakbod qilamiz. Azizlar, to'ylari muborak bo'lsin. Bugun xizmat qilayotganlar bor. Ming oltiqlar tantanalar saroyini rahbariyatiga, ishchi xizmatchilariga omad tilaymiz. Dilush rahbarligidagi ofitsiantlar jamoasiga omad yori bo'lsin. Foto suratchi yigitlari bor. Qolaversa Kamina bugun xizmat qiladi. Kechamizda san'at qismida hurmatli ijod vakili va sevimli san'atkorimiz tumanda, viloyatda, respublikada o'z o'rniga ega bo'lgan, Xorazm san'atida, o'zbek san'atida o'zini nomini yarata olgan ijodkor, millionlagan muxlislarga ega bo'lgan, O'zbekiston Respublikasi Davlat nihol mukofoti sovrindori, O'zbekiston Turkiya do'stlik ordeni sohibi, yurt iftixori ko'krak nishoni sovrindori, O'zbekiston faxri Matnazar Ozodovni qarshi olamiz. Rahmat ustozim, rizq bo'lsin. Bu unvonlara, bu darajaga yetishimizda sizning ham mehnatlaringiz katta, sog' salomat bo'lib yuring. Avvalambor assalomu alaykum, aziz hurmatli, mana shu koshonaga yig'ilgan shu sulolaning barcha yaqinlari, qarindosh urug'lari, uzoqdan kelgan mehmonlar, xush kelibsizlar, qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin. Mana shunning chiroyli koshonada ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Yana shunning koshonada ko'plagan yaxshi kunlarni, to'ylarni birgalikda o'tkazib o'tirish nasib qilsin. Ikkala tomon sulola vakillaridan boshlangan to'ylar o'ng bo'lsin, muborak bo'lsin. Alohida mana to'y boshlarini tabriklaymiz. Bahramamizni, Nigorabiyimizni, farzand to'ylar muborak bo'lsin. Yetirgandan shukr. Ilohim shu farzandingiz Ortiqboy sevgan yori bilan, tanlagan jufti bilan bütün umr chiroyli hayot kechirib, Xudo xolasa 9 oy o'tgandan keyin Allohning eng ulug' ne'mati farzand ne'mati bilan siylaganda yana shu xonadona tashrif buyurib, ko'zlaringiz oydin, aqtlar muborak bo'lsin, izi tirkavli bo'lsin deb niyat qilib, o'ynab kulib o'tirish hamma yaqinlara nasib qilsin ilohim. Xudo xolasa bugun bu yilotni ko'p sog'indik. Mana ko'pchilik talab qilib turibdilar, qo'shiqlarni so'rab turibdilar. Qo'ldan kelgancha ijro qilamiz. Ustozlarimiz qo'shiqlaridan boshlayveramiz. Ana undan keyin ayollarimizni talab va istaklariga qarab xorazmcha qo'shiqlar bilan davramizni davom ettiramiz. Dasturxonlarga marhamat, yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyat hammangizga. Xush kelibsizlar. Cahanda Serveri erbab bulgaysan Edem serçeşmesiydi Daima siram bulgaysan Edep kamidin algan Gevheri herbab bulgaysan
ساعت إدي ساعت إدي وهني زماني زمان يردي والمهلك عوا كرمو لطف فان يردي Can yürüdü anın peykeri canım beden yürüdü Ötken gecemen yardımı ulusim öten yürüdü Gülüşen türde meskenimiz bir çemen yürüdü Yarın bu gece men sarığa kelgelim ayıl Vesayet din buldu mening şenime nazı Bülbül idi uykuda dağı Gül idi gafıl Gülünün erayı kekşiğe Sığ içe menzil Bülbül bilen ikimize Gül diye göten yirdi Gül gülme içip bizni kılıp servisine biraz Paydar pey sunmaq dileyle balizas Üleli bir bal can alıban çeşmiyem simsas Mes'eyledi gah naz gah erbede ağaz Leli bir bal can alıban çeşmim simsas Mes'eyledi gah naz gah erbede ağaz Köksüm kebi çakılğına irhen irdi
lali meydan İçkeş bulut bırak uzapas Ben dağı yüzümni kahfa liğa koyubas Gülber güzel kiprikten Eğer çitken yürüdü Zindan ifrak İşreyi bar zehir Yutup kal Yüz katre hayatiden olup Rence Vas akşamda sürdü şati kebi devran Vas akşamda sürdü şati kebi devran Ecrimdin ayını yer öldürsün erman Buluşaki murad Ana bu acı sen irdi Gülber güzel kiprikten Eğer çitken irdi O saat idi 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 Rahmat sağ olun rahmat Yeri samayımız bir Yeri samayımız bir Sen kimsen ben kimmen Asmanda ayımız bir Sen kimsen ben kimmen Beni atam bilekde Yiyeceksin mi dostum
atayımız bir. Sen kimsen, ben kimmen? Adam atayımız bir. Sen kimsen, ben kimmen? Kimseye beryendir mal devletni Xudoyim kimseye beryendir mayu gedayimiz bir sen kimsen ben kimmen mayu gedayimiz bir sen kimsen ben kimmen bilsen mehmon bulup gelgenmiz Ölgende joyimiz bir sen kimsen ben kimmen Ölgende joyimiz bir sen kimsen ben kimmen Hurselligide şakir menem şadan bularma Hurselligide şakir menem şadan bularma Sen bursatı ayımız bir sen kimsen ben kimmen Sen bursatı ayımız bir sen kimsen ben kimmen Marhamat yana qo'shiqlarimiz bilan davramizni boshlayveramiz. Hammangizga yoqimli ishtaqa to'yimizni birinchi taomlari tortildi. Marhamat. Sendaqasi yo'q bu olamda. Sendaqasi yo'q bu olamda Muhabbating har bir nolamda Hatto rohat dardu alamda Sevmasang ham sevgan bo'lardi Eng chiroyli gulsan chamanda Güzellikning hammasi sanda iqtidor
bo'lsaydi manda suratingni chizgan bo'lardi. Yana qayta kelsam dunyoga yana seni degan bo'lardi. Oramizda kechar savdoga yana borim tikkan bo'lardi. Yana qayta kelsam dunyoga yana seni degan bo'lardi. Oramizda kechar savdoga yana borim tikkan bo'lardi. Huzuringda aylasang mehmon etar edim ishqim namoyon. Mazza qilib bir haromijon bog'laringda kezgan bo'lardi. Yoding bilan yashayman hamon, ishon seni sevaman yomon. Ko'nglimdagi umidsan chunon, sen bo'lmasang nima qilardim. Birga kuylimiz. Yana qayta kelsam dunyoga yana seni degan bo'lardi. Oramizda kechar savdoga yana borim tikkan bo'lardi. Yana qayta kelsam dunyoga yana seni degan bo'lardi. Oramizda kechar savdoga yana borim tikkan bo'lardi. Yana qayta kelsam dunyo Yana qayta yana seni degan bo'lardi. yana seni degan bo'lardi. Oramizda kechar savdo yana borim tikkan bo'lardi. Hey, senda qasi yo'q bu olamda. Rahmat, salomat bo'linglar. Qarsaklar ham bemalol chalishingiz mumkin, pul so'ramiz. Sizlar uchun bo'ldi ayollar. Sizlarda qasi yo'q bu dunyoda. Ayniqsa o'zbek ayollarining ayollari yo'q. Endi ozgina qo'shamat urali 8-mart yaqin. Tabriklimiz Eldindan farzandlaringiz nomidan, umr yo'ldoshlaringiz nomidan, qolaversa butun yigitlar nomidan tabriklimiz, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bahor fasli yaqinlashib kelayotir. Hamma chiroyli bo'lib, sizlardan bo'lib yurish nasib etsin. Marhamat, endi davom etamiz. Ayollarimiz ko'p kutib qolibdi. Qo'llar gelib boshlari ko'tarilib, o'yin qo'shiq aytdi deb ko'pchilik ovqatlanib o'tiribdi. Mana ko'pchilik dietada ekan, ozjaq bo'lib birgalar bor ekan, ko'proq harakat etadi, o'ynali. Parqiza yordam bo'ladi, mood fitness deb turibdilar. Xorazmcha qo'shiqlar sizlar uchun. Ovqat yeb o'tirganlar sal tezlashamiz. Ovqatlanmay o'tirganlar
o'yin qo'shiq aytdiydorlar davraga. Marhamat. Yangilar bilan davom etamiz. Hammasi yaxshi bo'lsin deb yaxshini ham qo'shdan boshlaymiz. Metin kara kaşını 18'li yaşını Kuyun bağrıdaşını Üzümlü yarım yakşı Kuyun bağrıdaşını Üzümlü yarım yakşı 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 Üzümlü yarım yakşı Sevip kalıp yanıp büyük Aşkında buldum bakşı Yakşı 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 Üzümlü canım yakşı Sevip kalıp yanıp büyük Aşkında buldum bakşı Yakşı 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 Özümlü canım yakşı Sevip kalıp yanıp bir Aşkında buldum bakşı Eydim yakşı 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 Özümlü canım yakşı Sevip kalıp yanıp bir Aşkında buldum bakşı Oh hey Şek şek Sevip kalıp yanıp bir Aşkında buldum bakşı Yakşı 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 Üzümlü canım yakşı Sevip kalıp yanıp bir Aşkında buldum bakşı Oh hey Gümüş tılladan, ela özü eladan Şahla güzel Leyla'dan, üzümlü yarım yakşı Mahtama koy adalet, hiç gerekmez melahat Mahtama koy adalet, hiç gerekmez nezaket Hemmeden servi kamet, üzümlü yarım yakşı Hemmeden servi kamet, üzümlü yarım yakşı 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 yakşı, üzümlü canım yakşı Sevip kalıp yanıp bir Aşkında buldum bakşı Eydim yakşı 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 Üzümlü canım yakşı Sevip kalıp yanıp bir Aşkında buldum bakşı Ey yıldız mısan, ay mısan, kasadağı çay mısan? Yangiler bilen devam edemiz. Lale misin, inci misin Gözlerim aldın, hey gözlerim aldın Yaldırap yaldırap yalın Oklara saldın, hey oklara saldın Nazları bir yan bulup Bir mazı cenan bulup Nazları bir yan bulup Dım erke cenan bulup Yadımda kaldın beni Yadımda kaldın Yadımda kaldın beni Yadımda kaldın Yıldız mısan ay mısan Kasadağı çay mısan Şunca yakıp güldürdün Canım erkek ay mısan Asmandağı ay mısan Kasadağı çay mısan Beni yakıp güldürdün Şunca erkek ay mısan Oh hey Dağların bir
mısan, ay mısan? Kasadağı çay mısan? Şunca yakıp büyüdürdün canım erkek ay mısan? Asman dağı ay mısan? Kasadağı çay mısan? Beni yakıp büyüdürdün şunca erkek ay mısan? Lebindeki bal bilen danağına hal bilen, lebindeki bal bilen danağına hal bilen. Esireti bağladın bir şirin misal bilen, esireti bağladın bir şirin misal bilen. Asman dağı ay mısan, kasa dağı çay mısan? Şunca yakıp yandırdın canım erkek ay mısan? Yıldız mısan, ay mısan? Kasa dağı çay mısan? Beni yakıp güldürdün şunca yakın pay mısan? Hasrete sen zar edip, gözlerim zumar edip, 3 gün oldu yürüp sen bir sözüme kar edip. Bu yendi yeter azap, sever misin ver cevap? Bu yendi yeter azap, sever misin ver cevap? Adaletler yazganlarım oldu kara yüz kitap, adaletler yazganlarım oldu kara yüz kitap. Asman dağı ay mısan, kasa dağı çay mısan? Şunca yakıp yandırdın canım erkek ay mısan? Yıldız mısın, ay mısan? Kasa dağı çay mısan? Beni yakıp yandırdın canım erkek ay mısan? Beni yakıp yandırdın şunca yakın tay mısan?
Tanlov o'zlaringizga bog'liq. Sog'liqdan kechaman desangizlar, o'tiringlar. Sog'liqni eng muhim darajaga chiqaraman desangizlar, davraga. 101 sizlar uchun ketdik. Qani. Kanar kunduz bir Raks eylesin gül 101 çalınganda Bu ahengin sihri var Muhabbeti mihri var Oynaydı her dilraba 101 çalınganda 101 Mamur 101 Oynap versin gül 101 101 versin gül 101 Selamünaleyküm. Aydın mı? Ahey. Devreye. Kanat yayıp bir kulak Üç asmana kaldırgaç Oynazın kalbin aç 101 çalınğanda Gölgen kalsın güyüşüp Tesenna değişip Vay oynap peri uyuşup 101 çalınğanda 101 Rahmat. 101 Oynap versin gül 101 101 Oynap versin gül 101 Örneğine selamünaleyküm. Yaxşı olur musunuz? Arasında oynab o'tsin, çok oturmanglar. Gül bulup gülüstana ifar saçı bostana Kıram eylemestana 101 çalınğanda Görüp heyran kurdüller Sana kurban zor güller Bolsalar zor bülbüller 101 çalınğanda 101 101 Oynap versin gül 101 O 101 Oynap versin gül 101 Ali. Boşaşmayın. Kara durmanlar iki vara. İşkinde yana Şeydeyim ben celala Sözlerim şairana 101 çalınğanda Yüreğimni oyma sen Beni derde koyma sen Tenha bulup oyna sen 101 çalınğanda 101 Gele varing neydi? 101 Oynap versin gül 101 101 Oynap versin gül 101 101 Oynap versin gül 101 Ağlasın medya. 101 ahey 101 Oynap versin gül 101 Köpçülük sonra
Ketdik, marhamat. Turkcha popuri, talablara binoan. Bale, bale, bale. Ağlamadan ayrılık olmaz, hatıralar su durmaz. Kalanlar gidin gönlümde taşır, aşk seveni yok olmaz. Biz böyle bilir böyle yaşarız. Ada biliyor, ada seviyor. Bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara, aynı bildiğin akıyor. Çiçek gibi tazecik, ümitli bir taneci, ana sütü gibi terdeniz. Dudu dudu dilleri, lıkı lıkı leşmeri, gözleri derya deniz. Hola! Korkma yaklaş, hislerinle, sen ki bir adım attığını bilmez mi gönül? Geçer mi ömür? İstersen dağlar dağlar, yerinden oynar oynar. Sabırsız kalbim bir tek aşkına isyankar. İstersen dağlar dağlar, yerinden oynar oynar. Sabırsız kalbim bir tek aşkına isyankar. Yok ki başka hiç kimse, yok 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 bana. Ne hallerdeyim bir bilsen, bir sor sor bana. Seni seviyorum canım desin, çok sor sor bana. Neler çektim inanmazsın, bir sor sor bana. Yapma ne olur, kızarsam son olur. İkimize bu dünya inan ki dar olur. Yok ki başka hiç kimse, yok 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 bana. Ne hallerdeyim bir bilsem, bir sor bana. Nerelere kaçsam elinde, aşka bir dem olmaz ki. Şu benim deli gönlüm senden ayrılamaz ki. Sonuna da bakmam aldırmam, başka çarem olmaz ki. Şu benim deli gönlüm senden ayrılamaz ki. Narin 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 yarim, suya düştü hayalim. Ne olacak şimdi halim? Narin 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 yarim, narin 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 yarim, suya düştü hayalim. Ne olacak şimdi halim? Narin 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 yarim. Hoş geldin yar yüreğime, boş verme el alem ne dese desin. Hadi 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 hadi. Örnekler yapıyor. Haydır li 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 ya. Haydır li 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 ya. Haydır li 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 ya. Haydır li 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 ya. Yüzüm güldü sayemde, içim huzurla doldu. Kaderimde yazan aşk sonunda benim oldu. Hoş geldin yar yüreğime, boş verme el alem ne dese desin. Hadi 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 hadi. Hareketlik hem bakonlar tepege bir gençler akramız en zorunu.
Ko'pchilik kutgan Xorazm lazgisi. Ah hey canım. Oh! Qani. Sen bir yana men bir yan Hazar iskürlen bir yan Oh! Sen bir yana men bir yan ey Hazar iskürlen bir yan Cemi kıza bir yanda Cemi kıza bir yanda Sendin gül beden bir yan ey Sendin gül beden bir yan Sen bir yan Men bir yan Sen bir yan Men bir yan Sen bir yan Aşıkların her yanda, deryadan amar yanda. Aşıkların her yanda, deryadan amar yanda. Oh! Ne busun la canım, ne busun la canım. Hayalım ben tamamda, hayalım ben tamamda. Sen bir yan, ben bir yan. Sen bir yan, ben bir yan. Sen bir yan. Kızıl güylek yüreği yüreğimde kaldı. Qizil go'ylaklar asir qiling. Bir gelesen sallanıp periler sultanı din. Kızıl güylek rengi yüreğimde kalı din. Bir gelesen sallanıp ey periler sultanı din. Bir gelesen sallanıp ey periler sultanı din. Ala göz, hey kara göz, hey ala göz, hey kara göz. Sallayanı çal çal. Zor oynaydanlar ortaga. Hey! Qaling. Pardivonlu geldi bak. Beni sever yarımda geçerimde derdi yok. Pardivonlu geldi bak. Beni sever yarımda çöp tarafta derdi bak. Söyleme ay sana ben kimmi sever yarısan. Ala göz, kara göz, gök göz, acıger rengi.
kutuna yanarman. Karvaladek buluttan ey bizni ayırsa bulmaz. Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy. Ala göz gel bana, ay kara yüz. Külbeyi zalıma Bolsan gelme iman Şamlı mezunun yarasına ileri yan Söyleme ay sana ben kimini sever yarısan Ala göz boy 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 Kara göz boy boy Ala göz gel beri hay hay kara göz gel beri Ala göz boy boy Kara göz boy boy Ala göz gel beri Kara göz gel beri Ala göz gel beri, kara göz gel beri, ala göz gel beri, kara göz gel beri. Kara göz gel beri, ala göz gel beri, kara göz gel beri. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat. O'zbekiston faxri Matnazar Ozodov hamda sozandalar ansambli. Qoyil. Bir qarsak o'sin mana shu san'at uchun. Rahmat, rahmat. Ayollarga gap yo'q. Aytmasang ham qarsak chalishadi. Omon bo'linglar. Eshityaptilar, mazza qilyaptilar. Bugun bizning faxrimiz ajoyib ijod vakili, sevimli san'atkor Matnazar Ozodovni yana qo'shiqlardan bahramand bo'ldik. Inshaalloh niyatimiz xolis. Kelajakda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xalq artisti va xalq hofizi unvonlarga ega bo'lsinlar ilohim. Qo'shni respublikalarda ham xizmat qilib yurish nasib qilsin bizni. Hazorasov elini farzandi mana bunday bo'ladi deb faxrlanib yurish bizlarga nasib qilsin ilohim. Baribir o'zimizdan bo'lgani yaxshi. Omad tilimiz Matnazar Ozodov. Rahmat. Chiroyli oqshom bo'lyapti, chiroyli kecha bo'lyapti. Rahmat deymiz. San'at vakillariga, Matnazar Ozodov jamoasiga, raqqosa qizlarimiz, sozandalar ansambli, ovoz operatorlari jamoasi bilan birgalikda juda ham bir chiroyli chiqish bo'lyapti, chiroyli oqshom bo'lyapti azizlar. Qilaversa, qo'shiq o'zini raqsi bilan go'zal. Bugun chiroyli tarzda qo'shiqlari bo'lyapti, go'zallik bilan raqslar ham bo'lyapti. Men eng avvalo hurmatli ayollarga, onalarga minnatdorchiligimni izhor qilaman, chunki chiroyli kechaga chiroyli raqslar yarashadi deya bugun oqshomga o'zgacha kayfiyat bilan, o'zgacha go'zallik bilan,
bugungi kechamizga faiz taravot baxshida qilayotgan barcha onajonlar, ayollar, opa-singillarga alohida minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Qolaversa mana hurmatli qadrdon ukalarimiz, akalarimiz bor, xizmat qilyaptilar. Omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi dam so'z, dam suhbatimiz. Bugun mana barchamiz uchun aziz bo'lgan keyingi taomlar ham berilmoqda. Hurmat bilan barcha mehmonlarimizga yoqimli shag'a tilagan holda demak, tabrik so'zlari sahifasi bilan oqshomni davom qildiramiz. Hurmatli xonadon sohibi Bahramboy akamizni qadrdon do'stlarga yuzlanamiz. Qadrdonlardan, do'stlardan, sinfdoshlardan chiroyli tabriklarni qabul qilamiz. Umidjon aka, Rizomat akamiz borlar bugun davramizda. Qanilar. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Chiroyli niyatlarni qabul qilamiz. Keling, marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana biz bugun do'stimiz Bahramboyning o'g'li Ortiqbek to'yinda o'tiribmiz ekan. Ikkala yosh baxt saodat tilayman. Qo'shqonlari bilan qo'sha qarisinlar Xudoyim. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana biz bugun Jo'ran Bahami bolasini esida o'tirgan ekanmiz. Men shu ikkalasi baxt saodat tilayman. Qo'shqonlari bilan qo'sha qarisin. O'g'il qizlari ko'p bo'lsin. Rahmat. Qadrdon do'stlarga rahmat. Chiroyli niyatlar ijobat bo'lsin. Oqibat yo'qolmasin ilohim. Omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Oqshom va kechani davom qildiramiz. Hurmatli kuyov yigitimiz, ukamiz Ortiqjonni bugun qadrdonlari, do'stlari bor, sinfdoshlari bor. Men Ortiqjonni do'stlarining ismlarini qayd qilmadim. Chunki Ortiqjon meni eng yaqin do'stlarim bor aka bu yerda. Siz ismlarni aytmasangiz ham o'zlari chiqishadi dedilar. Demak, eng yaqin do'stlarni taklif qilamiz. Yigitlar, to'ylari muborak bo'lsin. Chiroyli tabriklar sizlardan bo'ladi. Marhamat. Chiqay beram men, Ortiq jo'ramizga vaqt tilayman. Qo'shqani bilan qo'sha qarsin. Endi kel shu yillarda 5 to'ylardan birga o'tirmak nasib etsin. Oxinam dolg'angina ekan, bugun tabriklayman oxina. Assalomu alaykum. Ortiq jo'ra tabriklayman, baxtli bo'lg'aysan. Uzoq umr. Rahmat. Bir qarsaylar bo'lsin, yigitlar, qarsaylar bilan o'xshab qo'yamiz. Omon bo'linglar, gap yo'q, salomat bo'linglar. Do'stliklaringiz bardavom bo'lsin, ilohim. Og'izli birchiliklaringizni bersin doimo. Uylanmaganlar bo'lsa, yaxshi joylardan ato qilsin. Uylanmaganlar bormi hali? Ko'p ekan, ha, deyishyaptilar. Yaxshi joylardan buyursin inshaalloh. Uylanganlarga Alloh farzand bersin. Yigitlar omon bo'linglar, rahmat. Salomat bo'linglar deymiz. Demak, oqshomni va kechani davom qildiramiz. Yigitlarimizga, barchalariga alohida minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Onalar, ayollar, opa-singillar, aka-ukalar, qadrdonlar omon bo'linglar. Bugun to'yxonaga qadam ranjda qilgan har bitta inson men bilaman. O'zini yaxshi niyati bilan tashrif aylaganlar. Ilohim mana shu kelin kuyovlari baxtli, saodatli bo'lsin deya qadam ranjda qilganlar. Azizlar, ko'pchilikni niyati, tilagi ijobat dedilar. Yoshlarga baxt tilang ilohim, baxtli, saodatli bo'lsinlar. Niyat qilayotganlar, men ham to'y qilaman deyotganlar, Alloh niyatiga yetirsin hammamizni. Inshaalloh yaxshi niyatlarni qilayotganlar, farzand uylantiraman deyotganlar, Alloh yetkazsin, to'ylarga yetkazsin. Barchalaringizga rahmat deymiz. Omon bo'linglar, salomat bo'linglar deymiz. Demak, oqshomni va kechani davom qildiramiz. Yaqinlashib kelayotgan 8-mart bilan Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin dildan barcha ayollarimizni, onalarimizni chin dildan muborakbod qilamiz. Kelayotgan bayramlari muborak bo'lsin. Mana rahmat deyapti qizlarimiz. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Qolaversa bugun to'y oqshomini, bugungi kechani go'zallik bilan tarix zar varaqlariga muhlayotgan professional va sifatli studiya Lochin Media studiyasiga omad tilaymiz. Aynan Lochin Media studiyasi bugungi to'y oqshomini
musofirda yurgan yurtdoshlar uchun bugungi kunni bugundan taqdim qilyaptilar. Faqatgina omad tilimiz. Loshir Media studiyasi omad yor bo'lsin. Demak, oqshom va kechani davom qildiramiz azizlar. Aynan yuqorida aytib o'tdik, kelayotgan 8-mart xotin qizlar bayrami bilan chin dildan barcha ayollarimizni bayramlari bilan muborakbod etgan holda mana shu she'rni aynan sizlar uchun bag'ishlayman azizlar. Bayramlar muborak bo'lsin. Yoqsa qarsak chalasizlar, yoqmasa xafa bo'lmayman. Salomat bo'linglar. Dunyolarni tebratib dunyo topmagan o'zi. Zor ko'zlarni quvnatib quvonmagandir ko'zi. Zavol ko'rsa dar chekmas. Ayting insonmi vaslida? Ochilsa ham bilmaysan ne bor ayol qalbida. Bola uchun o'zini balolarga uradi. Tunda turib tonggacha ibodatda bo'ladi. O'zini sevib sevginni qizg'onsang farzandidan zarrachalik mehrni kutma. Kutma ayol qalbidan. Nolisagar bir bora quloq solgin so'ziga. G'am kelganda qo'shilib yosh keltirma ko'ziga. Hardan birga bo'lsang-u ololmasang dardini. Yaskesh bo'lmasdan tark et ayol qalbini. Bo'xton qilib nomini yomonlarga qo'shishdi. Tik yurganda chil berib qoqilganda kulishdi. O'zing axir bir damlar talpingansan bag'riga. Jon taniga tegsang tegma ayol qalbiga. Sevgan yori dunyodan o'sa agar kun kelib, faqat farzandlarim deb yashar yugurib yelib, ojiz qilib yaratib sinar yana sabrini. Shoir dunyo eshitsin, madh et ayol qalbini. Ortiqjon sizga so'z. E'zozlang ayollarni. Ishonib yomonlarga buzmagil xayollarni. Bu yolg'onchi dunyoda unutgunda barini. Hech bo'lmasa bir bora shod et ayol qalbini. Shod et ona qalbini. Onalar, ayollar omon bo'linglar. Farzandlar kamolini ko'rish nasib ilohim. Rahmat. Salomat bo'linglar deymiz. Demak, oqshomni va kechani davom qildiramiz. Davra davom qiladi. Endi shu yerda bir shogirdimiz, ukamiz bor. Agar xo'p desangizlar, nima qilamiz? Shu yigitga bir navbat beramiz, bitta qo'shiq. Shohruxbek, keling. Otajonov bir qo'shiq aytib beringlar, ana undan keyin davramizni yana davom qildiramiz. Matnazarjon, ruxsat berasiz endi. Shogirdlarni baribir qo'llab-quvvatlashimiz menimcha shart, bir qo'shiq ijro qilib beradilar. Keling, marhamat.